Assalomu alaykum vatandoshlar, salomatmisizlar? Biz yana bir obyektimizni Namangan Roadda yakuniga yetkazdik. Bu obyektimiz okalar 29 million so'mga polni hamma rasxodi ichida bitkazib berdi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, joy razmerlargacha ilojini boricha sizlarga foydali qilib tushuntirishga harakat qilaman. Bu darvozaxonamiz okalar. 4 metrga 4 metrli darvozaxona. Oldi shapkalarimiz uzunligi 47 metr, eniga tashqariga chiqishi esa 120 santimetrli shapkalarimiz. Latolar mokriga bo'yab berganmiz, maloshnidan bo'lgan ekan okalar. Mokri qilib kraskalarni ham o'zimiz sepib berdik. Ana shu 29 million so'mning ichida bo'ldi shu ham. Hamda vodostoka xizmatlarini ham qilib berganmiz. Gipsokardon bilan regellarni o'rab berganmiz okalar. Bu joydagi navesimiz uzunligi 10-40 santimetrga, eni esa 3-40 santimetrli navesimizga high-tech diplomat alkafon stilidagi high-tech ishimizni qilib berdik. Xudo xolasa okalar, Instagramda bitta videoga ko'zim tushib qoldi. Bitta usta akamiz, ukamizmi, do'stimizmi video qilibdilar. Ustalar germetka ishlatmaymiz deb odamlarni aldamanglar, baribir ishlatasizlar, Akfix germetkasiz ishlab bo'lmaydi debdilar okalar. Mana shu asosiy darvozaxonalarga ishlatib qo'yishyapti germetkalarni. Biz ko'p videolarda ko'rsanglar aytaman okalar, germetka ishlatmaymiz biz deyman. Akfixni ham bitta yo ikkita joytiga 100 dan bir 2% joyga ishlatamiz ishlatsa. Bunaqa ko'p joyga ishlatmaymiz. Xudo xolasa okalar, darvozaxonaga ayniqsa germetkasiz ishlab bo'lmaydi deyishibdi okalar. Mana shu darvozaxonamizdan ikkita joyda navesimiz bor, bu joyda bir tomchi germetka topib bersani, ana shu germetkasiz ishlab bo'lmaydi dukan deydiganlar bo'lsa, kelib mana shu joydan bir tomchi germetka topib bersani okalar, 500 kvadratli joyini tekinga qilib beraman. Xudo xolasa tilimga javob. Inshaalloh. Umuman okalar, mana germetkasiz tabiiy holatda keltiramiz biz choklarni. Yolg'on gap bo'lmaydi bizda. Gapimizga javob qilamiz. Xudo xolasa okalar, ishimiz juda ham sifatli, chiroyli, garantiyali inshaalloh. Reykalarni ham un-unida to'qib, cho'tki qilib, mustahkam, sifatli qilib bitkazib berganmiz okalar. Ishimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.